esa ruschasiga aytganda chorniy strish, o'zbekchasiga qora uzun qanot ekan. Menimcha internetda tarqalgan Makkadagi ziyoratchilarning boshiga ham qo'nmagan mana shu qushni endi eslagan bo'lsangiz kerak. Xullas, qush 1 soatdan ko'p vaqt davomida xonamning oynasini oldida turdi. Qimirlagani ham yo'q, lekin eng qizig'i keyin tashqarida qaldirg'och va boshqa qushlar sayraganidan keyin tipirchilab qoldi va oynadan otilib chiqib ketdi. Eng zo'r joyi shundaki, oynadan otilib chiqishi bilan ikkinchi sherigi yoniga yetib kelib, birgalikda antiqa parvozlarni amalga oshirishdi. Demak, bu adashib qolgan qushni sherigi uni izlab kelgan. Ular bir-birini topgandan keyin va nihoyat shom vaqtida uchib ketishdi. Shunaqa gaplar. Siz ham O'zbekiston hududida mana shu qushni ko'rganmisiz? U haqida yana qanaqa qiziqarli faktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Oyog'idan yaralangan ekan, qanotidan. Qanoti sinibdi abobil qushimizni. Qanoti yaralanibdi. Abobil qushimizni.